Assalomu alaykum millionlar o'yinining million muxlislari. Video nomidan sezganingizdek bugun belgiyalik futbol yulduzi Kevin De Bruynening bolaligi, hayotdagi mashaqqatlari hamda futbol karyerasi, xullas hammasi haqida batafsil gaplashamiz. Siz like va obuna tugmasini bosib qo'ying, men esa boshladim. Kevin 1991-yil 28-iyunda Belgiyaning Drongen shahrida tug'ilgan. Onasi Anna De Bruyne sokin, kamgap, lekin talabchan ayol edi. Otasi ayolining otasi bilan birga Afrikadagi yirik neft konlaridan birining sarmoyadori edi. Shu sabab Kevin o'ziga to'q oilada o'sdi. U 4 yoshidan futbolga qiziqa boshladi va mahalliy akademiyada to'p tepa boshladi. Bolaligidan uning intellekti juda yuqori edi. Maydonda tez yugurmasdi, biroq aql bilan o'ynardi. Murabbiylardan biri u haqida: "Kevin juda o'zgacha bola, aql bilan o'ynaydi va raqibning keyingi harakatini oldindan sezib turadi", deya ta'riflaydi. De Bruyne 14 yoshida Genk akademiyasiga ko'chib o'tdi. Sababi Genk skautlar nazariga tushadigan akademiya edi hamda bu joydan ko'plab yulduzlar yetishib chiqqan. Kevin endi oilasidan biroz uzoqda yashashga majbur edi. Bolaligidan juda bosiq xarakterli bo'lgani uchun u moslashishga juda qiynaldi. Uning do'stlari yo'q edi, deyarli hech kim bilan gaplashmasdi. Keyinchalik o'zi bu davrni shunday eslaydi: "Bolalar ovqatlanish paytida meni chaqirishmasdi ham. Shu sababdan bir chetda o'zim ovqatlanib o'tirardim." Kevin kun sayin o'sishga erishdi hamda 2008-yilda Genkning asosiy tarkibiga jalb qilindi hamda uning professional faoliyati ham boshlandi. 2011-yilda Genk Belgiya chempioni bo'ldi. O'shanda Kevin skautlar nazariga tushdi. Tushganda ham kimsan Chelsea nazariga. 2012-yilda Kevin 8 million funt sterling bilan Chelsea jamoasiga borib qo'shildi. U bolaligidan Chelseani yaxshi ko'rardi. Sababi ona tomonidan bobosi hamda momosi Londonda yashardi. Ayniqsa momosi unga ko'proq mehr bergan. Akademiyadalik paytida ham tez-tez uni ko'rishga kelardi. Jose Mourinho qo'l ostidagi Chelseaga borib qo'shilgan Kevin juda qiynaldi. Sababi uning sekin o'ynashi hamda u bilan raqobatda Eden Hazard, Oscar, Juan Mata kabi futbolchilar borligi edi. Kevin Chelseada atiga 9 ta o'yinda maydonga tushdi. Mourinho esa undan qoniqmadi va zaxiraga mixlab qo'ydi. Kevinning bundan jahli chiqadi va Josega ochiqcha gapiradi. Mauro esa u hali raqobatga tayyor emasligini aytadi. Shundan so'ng Chelsea uni 2014-yilgacha Werder Bremenga ijaraga berib yubordi. Werderda Kevin esa yondirib tashladi. Dastlabki mavsumdayoq 33 ta o'yinda 10 ta gol hamda 9 ta assist qayd etdi. Yarim himoyachi uchun bu zo'r natija edi, lekin uni alam ezardi. Josening gaplari unga og'ir botgandi hamda uning adashganini isbotlash uchun ham ko'proq mehnat qilib o'z ustida ishladi. Bremen bilan ijara shartnomasi tugash arafasida uning sevgilisi Caroline Lijnen Kevinga xiyonat qiladi. Bo'lganda ham begona emas, Thibaut Courtois bilan. Kevin ko'p gapirmadi, shunchaki nega deb so'radi va Caroline unga: "Sen yillar davomida topolmagan qalbimni Courtois bir kechada topdi", deya javob berdi. U qattiq iztirobga tushdi. Bu ham yetmaganidek Mourinho uni Chelseaga qaytarishni istamadi. Keyin esa Chelsea uni Wolfsburg jamoasiga 18 million yevro evaziga sotib yubordi. Kevin hammasini o'z ichiga yutdi. Undagi alam va iztirob 2 hissa ortdi. Lekin Kevin barcha alamini futbol bilan yengishga urindi. Futbolni qalbidagi yaralarga malham qilib bog'ladi. Uning matonati e'tirofga loyiq albatta. Sababi Wolfsburgda ham u dahshatli mavsum o'tkazdi. Tunu kun borini futbolga bag'ishladi. Wolfsburgda 51 ta o'yinda 16 ta gol hamda 28 ta assist qayd etib Germaniyada yilning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Mavsum yakunida esa Pep Guardiola shaxsan uni jamoaga taklif etdi. Mana shunday qilib qahramonimiz 2015-yilda 76 million yevro evaziga Manchester Cityga ko'chib o'tdi. Guardiola aql bilan o'ynaydigan futbolchilarni juda yoqtirgan va De Bruyne ham aynan u kutgan futbolchi edi. Guardiola unga erkinlik berdi. U xohlasa markazda, xohlasa hujumda, xohlasa qanotda o'ynardi. Kevin Cityda haqiqiy oila hamda halovatni topdi. O'sha paytda u Twitterda Michelle ismli ayol bilan tanishib qaytadan muhabbatini topdi. Manchester Cityda De Bruyne haqiqiy liderga aylandi. U nafaqat Mourinhoga, balkim butun dunyoga kimligini isbotlab qo'ydi. Uni Yevropada paslar qiroli, me'mor va hokazo ta'riflar bilan olqishlashdi. Maydonda u xohlaganini qilardi. Aqldan ozdiruvchi trayektoriyali paslar hamda telbanamo gollar urardi. 2017-yilda u Michelle bilan turmush quradi va hozirda ularning 3 nafar farzandlari bor. De Bruyne Manchester Cityda umumiy 422 ta o'yin o'tkazib 108 ta gol hamda 177 ta assist qayd etdi. Kevin jamoa bilan 6 marta Premier Liga, 1 marta Chempionlar Ligasi, 2 marta Angliya Kubogi, 5 marta Angliya Liga Kubogi, 2 ta Angliya Super Kubogi, 1 marta klublar o'rtasidagi Jahon chempionati g'olibiga aylandi. Terma jamoada ham u haqiqiy lider bo'ldi. Biroq Belgiya ko'zga ko'rinarli sovrinlar yuta olgani yo'q. Manchester Cityda 10 yillik faoliyatidan so'ng Kevin Italiyaning Napoli jamoasiga o'tishini ma'lum qildi. U Manchester City tarixidagi eng yaxshi futbolchilar qatoriga kirdi. City bilan hech qanday mojaro yo'q, shunchaki u karyerasida yangilik qilishni istadi hamda Neapolga yo'l oldi. Kevin De Bruynening muxlislari videoni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kommentariyada esa keyingi qahramonimiz kim bo'lishini yozib qoldiring. Ko'rishguncha do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling.